Amin. O'tgan ukamizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ortida qolganlarga sabr va jamil bersin. Allohu akbar. Aka, xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Ikkita farzandi bor edi. Kuyovingiz yaxshi inson edi. Ko'p gaplashardik. Bolalar yosh qolib ketdi-da. Mayli, sabrli bo'linglar. Endi menga ruxsat. Amin. Amin. Alloh rahmatiga olsin. Allohu akbar. Sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Aka, bandalik. Alloh sabr bersin. Rahmat. Bizda o'rtoqlar bor ekan, jiyanlarimizdan tez-tez xabar olib turamiz. Rahmat. Alloh rahmatiga olsin. Allohu akbar. Amin. Mayli, xo'p. Qizim, endi bevasan. Yoningda himoyaching, qalqoning yo'q. Aytishadi-ku, yolg'izni yori Alloh deb. Meni bilasan. Yarimta jonman, kasalman. Akang ahvolini ham bilasan. Xotinini chizgan chizig'idan chiqmaydi. Kuyovimi joylari jannatda bo'lsin. Endi boshqa ilojing yo'q. Farzandlaringga ham ota, ham ona bo'lishga majbursan, qizim. Qayerda bo'lsang ham Allohning o'zi asrasin seni. Hozir. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, singlim? Rahmat, shukr. Men bu sovg'alarni bolalarga olib kelgandim. Voy, ovora bo'psizda, hamma narsamiz yetarli. Rahmat katta. Bunday demang. O'rtog'imiz rahmatli, yaxshi inson bo'lgan. Biz o'rtog'imiz bolalarni hech qachon tashlab qo'ymaymiz. Olib qo'ying. Rahmat. Aytgancha, qanaqadir xizmat bo'lsa, menga nomeringizni berib qo'ysangiz, nomerimni tushirib qo'yaman sizga. Bemalol murojaat qilaverasiz. Ayting. 91lik 21 11. Nomerimni tushirib qo'ydim sizga. Mayli, sog' Rahmat bo'ling. katta ekan. Salomat bo'ling. Bolajonlar, qaranglar. Dadangning o'rtog'i sizlarga nimalar olib kelibdi? Bu qizimga. Bunisi ham qizimga. Mana bunisi o'g'limga. Dadang rahmatli yaxshi inson bo'lgani uchun eng yaqin o'rtog'i xabar olgan.